Turkiyada ishlab chiqarilgan Fabben firmasini 20 kilovatlik ko'mirlik kotyoli. Juda ham a'lo darajada ishlamoqda. Avtomatik. Orqasida 125 kg zapas xodi bor. Shu 125 kg ko'mirni mana shu bunkerga tarsatib to'ldirib qo'yasizlar. Shu yonish qismiga 2 sutka, 2,5 sutka uzatib berib, avtomatikski mana shu yoqib beradi. Avtomatik paneli bor. Xudo xolasa 200 kvadratli xonadonlarda juda ham zo'r effekt beradi. Ko'mirni hokasiga ishlaydigan kotyolimiz mana. Ko'mirni ham ko'rib qo'yasizlar. Angrendi hokasiga ishlayapti. Primoy Turkiyadan kelgan O'zbekistonga kim kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Farg'ona ko'mirlar kotyollar markazida xudo xolasa sotuvda tayyor. Bu videoni 2026-yil 31-yanvar sanasiga olyapmiz. Shu 20 kilovatlik kotyolimiz narxi $2260 bo'lyapti. Video yoqqan bo'lsa, kotyolning narxini aytganim uchun bitta videoga like bosib qo'yasizlar. Hammani qiynaydigan savoli o'sha narxi bo'ladi.